Nous, on te reçoit aussi très brouillé, très brouillé. Inson okean sirlarini o'rganaman deb kundalik hayotini unutadi. O'zini po'lat g'ilof ichiga urishga jazm etadi. Kalipsoning yangi suv osti kemalari zulmat va sukunat saltanatining mamnu etilgan qa'riga yorib kiradi. O'zlashtirilgan masofalar va hududlarni ortda qoldirib, yangi sarhadga intiladi. Yot va yovdek narsalar insonga el bo'ladi. O'z husni jamolini namoyish etadi. Faqat yanada chuqurroqqa sho'ng'ishga, suv ostida uzoqroq qolishga o'rgangan taqdirdagina odamzod dengizning misli ko'rilmagan boyliklarini o'zlashtirishi mumkin. Kusto komandasining suv osti sarguzashtlari. Rejissyorlar Petrik Olsen, Filip Kusto. Kompozitor va dirijor Bernard Segal. Ijrochi prodyuserlar Jacques-Yves Cousteau va Alan Lensberg. Suv osti sirlari. Noyabr. Marseldan kelgan xabarga qaraganda, suv osti kemalarimiz tayyor. Ularni bu yerga, Madagaskarga bugun jo'natadilar. Marseldagi tarixiy kemasozlik verfi ikkita suvosti kemalarini ortilishiga guvoh bo'ldi. Ular okeanologiya fanini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kemalarning qobig'i qalinligi 12 mm po'latdan, suv ostiga kengroq nazar tashlash uchun o'rnatilgan 4 ta darchasi esa 8 cm qalinlikdagi pleksiglasdan yasalgan. Bu suvosti kemalari oddiy suvosti kemalari emas. Ular bajaradigan ish ham odatdagiga o'xshamaydi. Ularning borar manzili Kalipso okeanshunoslik kemasi. Dengiz burgalari deb nom olgan bu submarinalar og'irligi 2 tonnadan. Burni tomonga o'rnatilgan harakatlanuvchi 2 quvurdan suv otilib, ularni olg'a suradi. Yana bir uzunligi 2 metr. Haydovchi pastga qarab yotadi, ammo kameralar uni bemalol suratga olaveradi. Tashqarida 1000 wattlik projektorlar yoniga 2 ta kamera o'rnatilgan. Submarina tadqiqotlar uchun ham, kinoga olish uchun ham moslashtirilgan. Dengiz burgalari 59-yilda qurilgan Denizamiz avlodidan. Deniza kichkina va harakatchan edi. Ammo bizga undan ham o'zadigan kema zarur bo'lib qoldi. Deniza sekin yurardi. 300 metrdan chuqurroqqa tusha olmasdi. Tezlikni oshirish va chuqurlikni 2 barobar ko'paytirish istagida hajmi kichikroq, sirti mustahkamroq, mexanikasi murakkabroq submarinani, dengiz burgasini yaratdik. Bir yo'la 2 ta dengiz burgasini ishlatib, xavfsizlikni ta'minlashga urinamiz. Haydovchilar esa ish jarayonida bir-birlarini suratga olish imkoniga ega bo'ladilar. Mana nihoyat 6 yillik loyihalash, qurilish ishlari va sinovlardan so'ng hammasi taxt bo'ldi. 67-yilning 14-yanvari Kalipso Madagaskardan 300 kilometr g'arbroqda joylashgan Yevropa oroliga shitob bilan suzib ketmoqda. Maqsad birinchidan dengiz toshbaqalari urishishini kuzatish, ikkinchidan dengiz burgalarini sinovdan o'tkazish. Delfinlarni tez-tez uchratib turamiz. Ammo ularning galasi Kalipsoga yaqinlashganida hammamiz kema burniga to'planib olamiz. Delvar pastga, kuzatuv kamerasi turgan joyga tushib ketadi.
Kuzatuv kamerasi Kalipsoning burun tomonida, suv sathidan 3 metr pastga o'rnatilgan. Bu yerda delfinlarning chiyillashi va tomoq taqillatishlari yaqqol eshitiladi. Mohirlik bilan boshqariladigan 100 kilogramm mushak, baquvvat umurtqa va quyruq. Tananing shakli gidrodinamikaning haqiqiy mo'jizasi. Hozir delfinlarning biz bilan o'ynashayotganlarini ko'rib turibmiz. Lekin ko'p o'tmay ularni tabiiy sharoitda o'rganamiz, tasvirga olamiz va ular orasida yashaymiz. yanvar Yevropa oroli. Afrikaning janubiy sharqiy sohilidan 500 kilometr uzoqdamiz. Diametri 10 kilometr keladigan sho'r bosgan qo'ltiq va shohona plyajlar silsilasi. Xarita mukammal emas, lekin bu joylar dengiz burgalarini sinash uchun juda ma'qul. Kapitan Maritano langar tashlagani joy tanlaydi. Nihoyat kema ochiq dengizdagi bir haftalik qalqishlardan so'ng osoyishta manzil topadi. Endi ishni boshlash mumkin. Dengiz burgalarini har bir muruvvati astoydil tekshirilishi shart. Kemalarni olim va injenerlar jamoasi Kusto rahbarligida yaratgan. Harakat, orientatsiya, inson xavfsizligi hammasini murakkab tizimlar ta'minlaydi. Suvni shiddat bilan o'tadigan reaktiv motor, kislota qo'rg'oshin akkumulyatorlar ham kema tashqarisiga o'rnatilib, plastik qobiqqa joylashtirilgan. Bordiyu gaz chiqib ketsa yoki dvigatelga o't ketsa, haydovchiga ziyon zahmat yetmaydi. Kema qoplamasi, dvigateli, klapanlar, akkumulyatorlar boshqaruv sistemalarini sinash uchun 7 kun ajratilgan. Bu vaqt ichida boshqa tadqiqotlar olib borsa ham bo'ladi. Ayni shu yerlarda ehtimol Kalipsoning tagida dengiz toshbaqalari qo'shiladigan joylar bo'lishi mumkin. Yevropa oroli atrofida inson qo'li tegmagan dengiz hayoti jo'sh uradi. Bu yerlarda hech kim baliq ovlamaydi. Tankerlar ishlab axlatini chiqarib tashlamaydi. Chiqindi moylarni suvga to'kmaydilar. Suv toza. Shu bois marjonlar sog' va salomat. Bir zamonlar tabiat bag'rida qaror topgan oliy muvozanat o'zining ibtidoiy holida saqlanib qolgan. Bu yerlarga hamma narsani bosib, yanchib, bulg'ashga o'rganib qolgan inson qadami hali yetib kelmagan.
Shu boisdan ham bu suvosti jannatini toshbaqalar ishqiy o'yinlariga oshyon qilgan bo'lsa ajab emas. G'irashirada Bonisi dam olishga chog'langan ikkita yirik skatni uchratdi. Ular xo'rkib, mayin qum to'shaklarini tark etdilar. Biroz aylanib, akvalanchidan yiroqlashdilar. Bonisi ularni yo'lini kesib chiqish niyatida marjonzorni aylanib o'tdi va qirg'oqqa otlanayotgan toshbaqalarga duch keldi. Afrikada yoz noyabrdan to aprel oyigacha cho'ziladi. Nasl qoldirish instinkti toshbaqalarni Yevropa oroliga qayta yetaklaydi. Ular Mozambik va Madagaskardan, Obbi va Komor orollaridan suzib keladilar. Okean havzalaridan shimolga, so'ng Gvardafuy burnidagi marjon changalzorlarini tark etib, janub tomon suzadilar. Ularning ba'zilari 2000 kilometrgacha yo'l bosadi. Toshbaqalar qo'rqoq, qo'pol jonzot. Ularning og'irligi 200 kilogramga yetadi. Ba'zilarining yoshi 100 dan oshgan, ammo suvda ulardan jozibaliroq jonzot yo'q. Tarki odat amri mahol. Qadimdan qolgan odat bo'yicha bu yerga yo'g'on quyruq erkak va yumshoq tabiat urg'ochi toshbaqalar qo'shilish uchun to'planadilar. Yaxshi qolinglar. 22-yanvar. Texniklar hamon dengiz burgalarini tekshirish bilan ovoralar. Bugun akvalanchilar orolda qarorgoh tiklab, qirg'oqqa chiqqan toshbaqalarni kuzata boshlaydilar. Yevropaning ko'rki jamoli faqat uning sohillariga xos. Bu orol odamzodni yoqtirmaydi. Botqoqlarning qo'lansa hididan havo badbo'y, suvini ichib bo'lmaydi. Bu yerda yashash odamdan katta matonat talab etadi. Yevropada o'tiroq bo'lib qolishga uringan ba'zi odamlar muvaffaqiyatsizlikka uchraganlar. Ularning bu urinishlari fojia bilan tugadi. Suv taqchilligi ularning boshiga yetgan. Balki bunga kasallik yoki yolg'izlik zomin bo'lgandir. Mozorlar bu fojialarning guvohi. Bu yerning iqlimiga faqat tosh va orolni bunyod etgan ko'hna marjon bardosh beradi xolos. Sohilda indamas nayza qanot fregatlar navbatchilik qiladi. Qushlar va toshbaqalar o'rtasidagi g'alati sherikchilik, tabiat ularni bir-biriga qaram etib qo'ygan. Kun bo'yi Falko, operator Makkey hamda akvalanchilar Sumyan bilan Bonisi oroldagi toshbaqalar tuxum qo'yadigan joylarni ko'p axtardilar. Kalipso a'zolarining hammasi kabi Falkoning kasbkori bir talay. U akvalanchi, sho'ng'ish jarayonlarining rahbari, mexanik va sarbon, shuningdek tajribali tabiatshunos ham. Dengiz hayvonlarining sir asrorlari va xiyla nayranglarini bilish bobida Falkoga yetadigani yo'q.
Chunki Falko dengiz hayvonlari bilan uzoq vaqtlardan buyon muomala qilib keladi. Suv ko'tarilganda bahaybat kosalar qator bo'lib safga tiziladilar. Qirg'oqqa chiqish uchun qulay joy qidiradilar. Ularning ba'zilari sohildagi o'zlari ilgari bundan 2 yil burun tuxum qo'ygan joyni izlab topadilar. Sohilning tuxum qo'yish uchun eng ma'qul joyini bu mavjudotlar qanday aniqlaydilar? Ularni xotirasiga ajablanmay iloj yo'q. Chunki har safar tuxum qo'ygani ayni shu yerga keladilar. Toshbaqalar sudralib yuruvchilarning eng qadimiysi. Hatto dinozavrlar ham ulardan keyin paydo bo'lgan. Bir zamonlar toshbaqalar quruqlikda yashagan. Sekin asta nasl bo'g'inlardan biri dengizga ko'chib o'tadi. Ularning kosalari sal uzayib, oyoqlari kurakcha shakliga kiradi. Dengiz sharoitiga moslashib ketadi. Lekin tuxum qo'ygani avvalgidek qirg'oqqa qaytadi. Negaki, tuxumning yetilishi uchun quyosh harorati talab etiladi. Yoshi katta toshbaqalar suvda soatlab tura oladilar. Lekin endi tuxumdan chiqqan toshbaqachalar tez-tez nafas ola olmay tura olmaydilar. Shu bois eng quruq joyda bo'lishi kerak. Besunaqay va beozor, na tishlar va na tirnoqlar bilan qurollangan urg'ochi toshbaqalar quruqlikda mutlaqo himoyasizdir. Xayriyatki bu yerlarda ularni hech kim, hech qachon ovlamaydi. Ular qonun va 300 kilometrlik dengiz masofasi bilan muhofaza etilgan. Toshbaqa ko'zlariga sochilayotgan qumni qoqib tashlay olmaydi va ularni duvlab oqayotgan ko'z yoshlari bilan yuvadi. Bu mehnat katta kuch-quvvatni talab etadi. Axir og'irlikni qurg'oqda ko'tarib yurish uchun zarur bo'lgan mushak to'qimalaridan toshbaqalar allaqachon mahrum bo'lganlar. Keng o'ra tayyor bo'lganidan so'ng toshbaqa orqa kurakchasimon suzgichlari bilan quduq kavlashga kirishadi. Unda tuxumlar xavf-xatardan mutlaqo xoli bo'ladi. Hatto qalandar qisqichbaqalar ham tahdid sola olmaydi. Mana nihoyat vaqti soati yetdi. Har uyada roppa rosa 100 tadan tuxum bor. Nozik, lekin po'sti mustahkam tuxumlar qumda taxminan 60 kun yotadi. So'ngra ulardan murg'ak toshbaqachalar yorib chiqadi. Minglab kilometr yo'l bosib yangi hayotga asos solish uchun kelgan ular. Fregat qushlar bundan boxabar va toshbaqa zurriyotlari paydo bo'lishini sabr va toqat bilan kutadilar. Toshbaqalar o'zlari million yillar burun tark etgan qirg'oqni ziyorat qilishmoqda. Shu yerda ularning o'tmishi va kelajagi to'qnash kelgan joyda ayrim nusxalargina emas, balki butun kelajak nasli ham katta xatar ostida. Ko'p hollarda toshbaqa tun bo'yi tuxum qo'yadi. U oftob tikiga ko'tarilmasdan dengizga yetib olishi kerak. Agar dengizga yetib bora olmasa, jaziramada halok bo'lishi turgan gap. Hatto quyosh yuzini bulutlar to'sib turgan paytlarda ham har nafas olganda kuchanib, kosani ko'tarish zarurati toshbaqani tinkasini quritadi. Biroq dengiz bo'yiga yetganda ham toshbaqa tinchimaydi. Suv ko'tarilishini kutadi. Ungacha
marjon toshlar oralab, sudralib, chuqurroq joylarga yo'l axtaradi. Bu toshbaqa majolsizlikdan kalovlanib teskari tarafga yurgan. Najotkor dengizdan uzoqdaligida kun chiqib qolgan. G'ayri shuuriy da'vat uni ochiq dengizda ming kilometr bosib shu kichkina orolga yetaklab kelsa-yu, pirovard natijada undan pand yesa-ya. Yana bitta sho'r peshona daraxt ildiziga tiqilib qolgan. Yurishga uquvi g'ovni surib qo'yishga madori yetmaydi. Bunday kuyga tushganlar sohilda talaygina. Oz fursat o'tib, ko'plab opa-singillari singari u ham halok bo'ladi. Oftob o'z ishini qiladi. Qalandar qisqichbaqalar esa uning fotihasini o'qiydi. Falko bilan Bonisi tutqun sho'rlikka yordam qo'lini cho'zadilar. Gupil va Bernar esa boyagi yo'ldan toyganini topib, unga dengizga eltadigan to'g'ri yo'lni ko'rsatadilar. Toshbaqalar nasl qoldirishning o'ziga xos uslubini ishlab chiqqanlar. Urg'ochi toshbaqa tuxum qo'yib bo'liboq juftlashishga shay bo'ladi. Ammo urug'langan tuxumlar oradan 3-4 yil o'tgandan keyingina qo'yiladi. Binobarin tuxum qo'yib bo'linishi bilanoq oshiq-moshiqlik munosabatlari boshlanadi va unda urg'ochi toshbaqa yetakchi o'rin tutadi. Doimo xavf-xatardan ogoh bo'ladi. Nafas olish uchun suv betiga chiqish vaqtini belgilashni ham o'z zimmasiga oladi. Erkak toshbaqa ma'shuqasiga mahkam yopishgancha ko'zlarini chirt yumib ketaveradi. So'ngra xushtorlar ajraladilar. Har bir o'z yo'lidan ketadi. Yigirma 7-yanvar. Bir hafta o'tdi. Submarinalar ishga tayyor. Bugun Falko birinchi raqamli submarinada sinov sho'ng'ishini bajaradi. Tayyorgarlik ishlarining bari aniq bajarilishi zarur. Kapitan va submarina o'rtasidagi telefon aloqasi yordamida
dengiz burgasidagi yarim girokompas hamda Kalipsodagi girokompas muvofiqlashtiriladi. 279. 280. Kislorod uzatish, suv nasoslari, boshqaruv asboblari, bosim ta'minoti, avariya sistemalari hammasi bir maromda ishlayapti. Aloqa yaxshi. Vérifiez la liaison radio. Dala sharoitida biror yangi narsani sinovdan o'tkazayotgan kezlarimizda kemada sukunat va kamoli diqqat hukm suradi. Ça va, merci. Biz Falko bilan birga ishlayotganimizga 15 yildan oshdi. Ba'zan go'yo unga o'z ko'zlarimni qarzga berganday, uning holatini o'z boshimdan o'tkazgandek tuyuladi menga. Bunday daqiqalarda Kalipso komandasining bor kuchi bir ishga safarbar etiladi. Har kim o'z joyida, o'z ishiga javobgar. Farmonlar kam beriladi. Odamlar qarib so'zlashmaydilar. Telefon kabelini uzishdan oldin kema so'nggi bor tekshiriladi. Hozir atmosfera bosimi sharoitida hammasi yaxshi. Sirtqi qoplamalar mahkam yopilgan. Elektr tarmog'i yaxshi ishlayapti. So'myan so'nggi kabelni uzatadi. Endi Falko o'ziga xon, o'ziga bek. Sho'ng'ishning birinchi bosqichigacha Deluar qo'lda kamera bilan submarinani kuzatib boradi. Bien reçu, bien reçu. Tu es bien pesé, ça nous fait énormément plaisir. Ovoziga qaraganda Falkoning kayfiyati chog'. Hozircha u do'stlar davrasida, tanish hududlarda. Falko burgani bitta kichik dastak yordamida boshqaradi. Akustik aloqa, tovush yozish va kinoga olish hamda projektorlarni yoqish tugmachalari ham unga o'rnatilgan. Burga 100 metrlik chuqurlikka yetadi. Shu sathda muallaq turish uchun Falko 1 kilogramli ikkita cho'yan toshni kemadan chiqarib tashlaydi. Ularni yana 19 tasi qoldi. Dastak old tomonga surilganda 50 kilogram simob burgani tumshuq qismiga oqib o'tadi va u pastga qarab qoladi. Endi Falko kema sistemalar ish qobiliyatini baholash uchun sekinlik bilan sho'ng'iy boshlaydi. Tashqi bosim 20 atmosfera. Kema sirtiga to'g'ri kelayotgan jami bosim 1200 tonnadan ortiq. Sho'ng'igan sari sovuqroq, chuqurroq, qorong'iroq bo'la boradi. O't o'lanlardan asar yo'q. Mana bu yaproqsimon inshootlar jonivorlar turkumidan bo'lib, yelpig'ish nusxa marjonlar oilasiga kiradi. ...200 metr chuqurlikda Falko Labanga hammasi yaxshi deb axborot beradi. Ikki harakatlanuvchi suv purkagich tomonidan itarilayotgan burga olg'a tomon dadil harakatlanadi. Chiroqlar dunyo planktonni yoritadi. Mana bu salpa zanjirlari odatda shilpiqsimon mavjudotlar. Immillab butun tanasi bilan to'lg'anib, yolg'iz suzib yuradi.
Lekin mana bular birlashib ulkan tasma hosil qilgan va o'z-o'ziga oziqa bo'lib xizmat qiladigan zooplankton bo'tanasi ichida suzib yuradi. Chuqurlik 250 metr, bosim dengiz yuzasiga nisbatan 26 karra ortiq. Shu chuqurlikda Falko 1-2 minut tin olish kerak. Sho'ng'ish 1 soatdan beri davom etmoqda. Tajriba uchun ajratilgan vaqtning 3dan 1. Est-ce que l'eau est claire? Est-ce que l'eau est claire? À toi. Aloqa so'zning yarmida uzilib qoldi. Labanning butun vujudi quloq. Akustik telefonning buzilishi aloqa tarmog'idagi nosozlikdan dalolat bo'lsa kerak. Ularning birdan bir umidi birodarining matonatida. Qorong'uda u yukni barini uloqtirib, dvigatellar yordamisiz yuzaga qalqib chiqish kerak. Ixalotlik katerdagilar submarina sirtiga o'rnatilgan передатчикning uzluksiz tovushlarni ilg'ashga harakat qiladilar. 8 daqiqa o'tdi. Sinovlarning so'nggi bosqichi bo'ron paytida qayiqni tark etishga mo'ljallangan maxsus najot vositasining sinovi. Suv ostidagi aloqa tarmog'ining nosozligiga qaramay, Falko rejalashtirilgan sinovlarni oxiriga yetkazdi. Hademay biz texnikani sozlash bilan shug'ullanamiz. Lekin hozir men birinchi navbatda Falkoni tinglamoqchiman. Falko kapitan Kusto bilan dengiz burgasini bosh ixtirochisi Jean Mollarga axborot berdi. J'ai mis sur caméra numéro 1, j'ai mis la première lampe en route. Je commence à filmer, j'ai mis un peu de bâche. Dvigatel yo'talib ishlay boshladi. Keyin o'kirib taqi to'xtadi. Biror joyi tutashib qolgani aniq. Oqibatda akkumulyator ishdan chiqdi. Demak, uni qandaydir qusuri bor. Modomiki shamol ham, oqim ham, to'lqinlar ham pand bermagan ekan, demak, gap mexanik qusurda. J'ai encore un petit coup, j'ai tout éteint, j'ai essayé un petit coup, lampe éteinte, pareil. Depuis, on n'a plus révolution. C'est-à-dire un moteur qui grogne. Oui, hop. Le premier. Dvigatel bo'shatilib chiqarib olinadi. Injenerlar tuni bilan buzuq joyni aniqlab, tuzatib qo'yishlari kerak. Bunday paytlarda akvalanchi va injener, kema komandasi va suv osti texnikasi bilimdonlari o'rtasidagi tafovut yo'qolib ketadi. Saharda ikkala submarina tayyor turdi. 25-yanvar. Bugun kapitan Kusto bilan Falko suv qa'riga rejaga asosan birgalikda sho'ng'iydilar. Kusto ikkinchi dengiz burgasiga ertalab soat 7:00 da o'tirdi, lekin avval u qayiqni tekshirib ko'rdi. Ok, vous pouvez y aller. Soat 7dan 23 daqiqa o'tganda uni dengizga tushirdilar. Akvalanchilar o'z vazifalarini astoydil ado etdilar. Arqonni yechdilar,
oynalarni artdilar. Telefon simi va ehtiyot chilvirlarini uzdilar. Soat 7dan 29 minut o'tganda Falko birinchi raqamli qayiqqa kirdi va kapitandan keyin biroz vaqt o'tgach suvga tushdi. G'avvoslar o'zlarining mufassal tekshiruvlarini takrorlaydilar va nihoyat ikkala burgaga javob berildi. Birga sho'ng'ishimiz 6 yillik ovoragarchiliklarning hammasini ortig'i bilan oqlaydi. Biz hali bu kemalarni mohirona boshqarishni o'rganishimiz zarur. Chunki ular o'zlarining shukuhini ham, beqaror fe'lini ham namoyish etib ulgurdilar. Gusto bilan Falko submarinalarni shampan to'la qadahlardek urishtirdilar. Sinovlar tugadi. Dengiz burgalarini ish faoliyati boshlandi. Fevral. Ba'zi urg'ochi toshbaqalar ilk tuxum qo'yganlaridan keyin marjonqoya atrofidan ketmaydi degan ma'lumotlarni Falko tekshirib ko'rishga qaror qildi. U 2 ona toshbaqani tamg'aladi. Keyin ularning yurar yo'llarini kuzatish maqsadida sohilga qaytib bordi. Tamg'a sifatida vodorod to'la pufaklar xizmat qildi. Kosalarda xuddi tirnoqlardagi kabi nerv to'qimalari yo'q. Parma toshbaqani g'ashiga tegmaydi, lekin u yo'lini davom ettirishni istaydi. Bitta pufak bir pasda ochiq dengizga chiqib ketadi va o'zini shimol tomon olis safarini boshlaydi. Aftidan tuxumini qo'yib bo'lgan ko'rinadi. Ikki kun o'tgach Laban ikkinchi pufakni kemadan taxminan 1 kilometr narida ko'radi. Toshbaqa taxminni tasdiqlaydi. U Yevropa atroflarida qolgan. Endi uni qidirib topish, kinoga olish va keyin qo'yib yuborish kerak. Deluar va Sumyan kinoga olgani tushib ketadilar. Toshbaqa tajribasi shuni ko'rsatadiki, urg'ochi jonivorlar to tuxumlarini hammasini qo'ymaguncha orol atrofida yuradilar. Bir mavsumda ular sohilga 5 martagacha chiqishlari va 500 tagacha tuxum qo'yishlari mumkin. Bizning toshbaqamiz ilm va fanga o'z hissasini qo'shib bo'ldi va tahsinlar eshitib qaytib ketdi. Fevral. Sabr bardoshli fregat qushlar hamon biydek sohil uzra unsiz posbon xizmatini o'taydilar. Murg'ak toshbaqalar 1-2 soat muqaddam tuxumdan chiqqan va hali zamon qum betida paydo bo'ladi. Ularning kosalari misli teriday yumshoq. Allaqanday noma'lum omillarga, balkim harorat yoki tarovatga bo'ysunib toshbaqachalar tashqariga chiqadi. Ular o'zlariga tegishli yo'nalishni darrov aniqlab,
dengiz tomon qisqa, lekin o'ta xavfli yurishlarini boshlaydi. Biroq hatto dengiz ham ularga najot bera olmadi. Ular suv betiga havo yutgani qalqib chiqqanda ham halok bo'ldi. Toshbaqa bolalari omon qolishining birdan-bir sharti qushlar orol ichkarisiga ketgan mahalda, tunda yoki dovulda qumdan chiqish. Falko xaltasiga solganlarini hisoblamaganda, bu uyadan chiqqan 100 ta toshbaqadan bittasi ham tirik qolmadi. Ajal tabiatga muvozanatni saqlab turish uchun darkor. Faqat inson zaruratsiz qotillikni o'ziga ep ko'rishi mumkin. Biroq inson halokatga yo'liqqanlarga yordam qo'lini cho'zishga ham qodir. Do'stlarim toshbaqa bolalarini yig'ishtira boshlaydilar va yangi reja tuzishga kirishadilar. Hatto ko'z ko'rmagan hollarda ham ularni okeanni qay yo'sinda topishlari ma'lum emas. Dengizga tashnalik shu qadar qudratliki, hech nima ularni yo'lini to'sa olmaydi. Ular maqsadlari sari intilib, haftalab yemishsiz qolishlari ham mumkin. Ammo odatda unga 2 daqiqa ichida yetadilar. Sohilga 1 kilometr qolganda Falko jajji toshbaqachalarni xaltasidan olib suvga qo'yib yuboradi. Past tarafdan tasvir. Murg'aklar sho'ng'iydi. Nafas olish uchun qalqib chiqadi. Yana sho'ng'iydi. Xavf-xatar yo'qday, osmon musaffoday. Norasidalar ochiq dengizda dadil suzadilar. Biroq 1 daqiqa o'tmasdan ular tepasida mudhish soyalar ucha boshlaydi. Fregatlar qayoqdan paydo bo'ldi ekan? Omon qolganlar uchun suvga yaqinroq joyda Falko bitta hovuz yasab beradi. Toshbaqachalarni qorong'u tushgungacha muhofaza qiladi, keyin qo'yib yuboradi. Odamlar basseynga tiniq qalpoq qo'ndirib qo'yadilar va nariga ketadilar. Fregatlar o'ljani ko'radilar, lekin qo'lga kirita olmaydilar. Tun fregatlar daf bo'lgan. Toshbaqachalar dengizga talpinib, hovuz devorlariga turtinadi. Ozod bo'lgach, ko'zni qamashtiradigan chiroqlar nuriga, chor atrofdagi zulmatga qaramasdan yo'nalishni bexato tanlaydi. Hammasi, faqat bittasi istisno. Unga aftidan Falkoni hovuzi ma'qul ko'rinib qolishi shekilli. U Daydi o'g'il deb laqab oldi. Nihoyat Daydi o'g'ilni ham biroz eskirdi. Hali inson dunyoga kelmasidan ilgari
uning ajdodlari chorlab kelayotgan tabiat da'vatini ilg'ay boshladi. Qolganlari murodiga yetay deb qoldi. Lekin hali ularga och baliqlar tahdid soladi. Muhimi, ko'pchiligi shu kechadan omon chiqdi. Daydi o'g'il urg'ochi toshbaqaga duch keldi. Balki u onasidir. Toshbaqaga bu noma'lum, farqi ham yo'q shekilli. Tuxumni tug'ib qo'yib, ona toshbaqalar o'z zurriyotlariga mutlaqo parvo qilmaydilar. Kichkintoy ona toshbaqa kurakchasiga mingashdi va ular dengizga kirib g'oyib bo'ldilar. Bular roppa-rosa 6 haftalik go'dak. Tuxumdan chiqqandan keyin ularni Kalipso komandasining a'zosi dengiz suvi to'la plastik meshga solib, 2 motorli samolyotda Yevropa orolidan olib kelgan edi. 48 soatdan so'ng ular shu yerga, Monakoning okeanshunoslik muzeyiga omon-eson yetib kelgan. Toshbaqachalar ulg'aya boshlagan, lekin kosachalar hali yumshoq. Birgina Yevropa orolida har yili taxminan 4 million toshbaqacha tuxum ochib chiqadi. Ularning aksar qismi qushlarga yem bo'ladi. Toshbaqachalarning bir nechtasini tutib olib, tabiiy muvozanatga putur yetkazdik chog'i. Toshbaqalarni tutqunlikda ko'paytirish mumkin. Ular och qolgan odamlar uchun ajoyib oqsil manbai hisoblanadi. Inson qadami yetgan joy borki, yashil toshbaqalarni ayovsiz ov qilgan va qariyb hamma yerda ularning qirilib ketish xavfi bor. Dengiz ovchilari qanday qurol ishlatishmasin, oddiy to'r yoki nayzami, eng zamonaviy radar, exolot yoki elektr to'rlarimi, bundan qat'iy nazar okean zaxiralari vahshiylarcha qiyratilmoqda. Yevropa orolida dengiz toshbaqalarining fojiasiga guvoh bo'ldik. Rahmi shafqat yuzasidan tabiatga zid bo'lsa ham, voyaga yetgan 2 nafar urg'ochi toshbaqa bilan endilikda Monako davlat akvariumida yashayotgan bir ikkita chaqaloq toshbaqachalarni qutqarib qoldik. Bu ishimiz bilan hayotning tabiiy oqimini buzdik. Biroq safarimiz tabiatga bo'lgan muhabbatimizni yanada kuchaytirdi. Ssenariy muallifi, prodyuser va rejissyor Petrik Uitson, montajchilar Jon Sou, Frank Deko, suv osti tasvirchilari Michel Deloire, Pierre Gupil, akvalangchi instruktorlar Albert Falco va Raymond Canoe Kiense. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Farhod Aminov, G'aybullo Hojiyev, Sohibjamol Turdaliyevalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Yo'ldosh Abdukarimov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Erkin Qayumov, tarjimon Surayyo To'raxonova, muharrir Bahodir Abdullayev. Kusto Group korporatsiyasi mahsuloti.